Assalomu alaykum. Sizlar sog'liq bo'yicha eng foydali videolar kanalimizdasiz. Xush kelibsiz. Sizlar bilan Ahmedov Mirqodir Rustam Aliyevich. Qondagi vitamin va minerallarni qanday aniqlash mumkin va u nima uchun kerakligi haqida bilamiz. Qondagi vitamin va minerallarni qanday aniqlaymiz va u biz uchun nimaga kerak? Ko'pchilik sog'lig'ida turli o'zgarishlar yuzaga keladi. Tez charchash, soch to'kilishi, terlash, terining quruqligi, kayfiyatning tez o'zgarishi, bularning barchasi organizmda muhim moddalar yetishmasligining belgisi bo'lishi mumkin. Keling bu haqida batafsil gaplashamiz. Vitamin va minerallar yetishmovchiligi nima? Vitamin va minerallar bu organizm uchun oz miqdorda kerak bo'ladigan, lekin juda katta rol o'ynaydigan biologik moddalar hisoblanadi. Ular energiya ishlab chiqarishdan tortib, asab tizimining ishlashigacha, immunitet, yurak, suyak va hattoki kayfiyatga ham ta'sir qiladi. Agar bu moddalar organizmda yetishmasa, organizmda sezilarli o'zgarishlar paydo bo'ladi. Ba'zan bu o'zgarishlar yillar davomida asta-sekin yig'ilib, jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Asosiy tahlil qilinadigan vitamin va minerallar. Qon orqali quyidagi moddalar tahlil qilinadi. Birinchisi D vitamini. Immunitet, suyaklar, gormonlar va hatto kayfiyat uchun ham juda muhim. D vitamini yetishmasligi ayniqsa qishda va yopiq joyda ishlaydiganlar orasida keng tarqalgan. Bu haqida oldingi videolarimizda to'xtalib o'tganmiz. Keyingisi bizda vitamin B12. Vitamin B12 asab tizimi, qon hosil bo'lishi, energiya hosil bo'lishi va moddalar almashinuvida muhim rol o'ynaydi. U organizmda mustaqil ravishda ishlab chiqilmaydi. Uni oziq-ovqat va maxsus qo'shimchalar orqali qabul qilish mumkin. B12 vitamini nerv hujayralarini sog'lom va silliq ishlash uchun yordam beradi. Qizil qon hujayralarining shakllanishi uchun roli bor. Glyukoza va yog'larni energiya almashtirishda rol o'ynaydi. Miya faoliyati va konsentratsiyasi uchun ham kerak bo'ladi. B12 yetishmasligi sekin rivojlanadi, lekin vaqt o'tib quyidagi belgilarni yuzaga keltiradi. Doimiy charchoqlik, bosh aylanishi, holsizlik, nafas siqishi, qo'l va oyoqlar uvishishi yoki qichishishi, e'tiborning susayishi, asabiylik, depressiya, tilning silliqlashishi va og'rishi, kamqonlik kuzatiladi. Navbatdagisi B9 vitamini, folat yoki foliy kislota. Homiladorlikda juda muhim hisoblanadi. Homilaning rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Qon ishlab chiqarishda, xotira va asabning mustahkamligida muhim rol o'ynaydi. Folat tabiiy holatda o'simliklar tarkibida uchraydi. Foliy kislota esa sun'iy shaklda bo'lib, qo'shimcha tarzda dorilar va vitaminlar tarkibida uchraydi. Foliy kislota yetishmasligi homiladorlarda tug'ma nuqsonlar rivojlanishiga olib keladi. Bundan tashqari og'iz atrofida yorilishlar, tilning qizarishi, asabiylik, xotira susayishi, diqqatning tarqoqligiga ham olib keladi. Keyingi modda bizda bu temir preparati. Temir kislorodni to'qimalarga yetkazishda ishtirok etadi. Shuningdek, energiya ishlab chiqarishda, immun tizimi faoliyatida, miyada neyrotransmitterlar, masalan, dopamin ishlab chiqarishda ham ishtirok etadi. Temir yetishmasligi dunyoda eng keng tarqalgan mikroelement tanqisligidan biri hisoblanadi. Ayniqsa bolalar, ayollar, homilador ayollarda ko'p uchraydi. Temir yetishmasligi kamqonlikka olib keladi. Temir yetishmasligining belgilari: yurak urishining tezlashishi, rangning oqarib ketishi, sochning oqarishi, tirnoqlarning mo'rtlashishi va jismoniy faollikda nafas siqishi. Keyingi modda bizda bu kalsiy. Inson organizmida eng ko'p uchraydigan minerallardan biri. Taxminan 99% suyak va tishlarda joylashadi. Qolgan 1% esa qon va yumshoq to'qimalarda joylashadi. Asosiy vazifasi suyak va tishlarni mustahkamlaydi. Mushaklarning qisqarishi, yurak ritmini me'yorda ushlash, asab impulsini uzatish va qonning yuvish jarayonida ishtirok etadi. Kalsiy yetishmasligi suyaklarning mo'rtlashishi, osteoporoz, tishlarning yemirilishi, mushaklarda tortishish, qaltirash va spazmlar, yurak urishining notekisligi, bolalarda suyak deformatsiyasi, raxit, asabiylik, depressiya, uyqusizlik kuzatiladi. Keyingi elementimiz magniy. Magniy 3000 dan ortiq muhim jarayonlarda ishtirok etadi. Har bir hujayramizda mavjud bo'lib, asab va nerv hujayralarimizni faoliyatini boshqaradi. Yurak urishini me'yorida ushlab turadi. Qon bosimini tartibga soladi. Qalqonsimon bez va insulinga ta'sir qiladi. Stress va uyqu sifatida yordam beradi. Magniy yetishmasa quyidagilar kuzatiladi: uyqusizlik, mushaklarda qaltirash, tortishish va spazmlar, tushkunlik, tashvish hissi, bosh og'rig'i, migren, ovqat hazm qilishda o'zgarishlar va qon bosimi oshishi kuzatiladi. Magniyni haddan ortiq iste'mol qilinsa,
ich ketishi, qorin og'rig'i, buyrakda muammolar kelib chiqadi. Keyingi modda bu bizda sink. Bu mikroelement bo'lib, mingdan ortiq ferment faoliyatida ishtirok etadi. U immunitetni mustahkamlashda ishtirok etadi. Yaralarni tez bitishda yordam beradi. Teri, soch, tirnoqlar salomatligida, insulin ishlab chiqarishda va glukoza nazoratida, gormonal muvozanatlarda, xotira va e'tiborni yaxshilashda, antioksidant sifatida hujayralarni himoya qilishda ishtirok etadi. Sink yetishmasa quyidagilar kuzatiladi. Tez-tez shamollash, infeksiyaga moyillik, terida muammolar, ekzemalar, quruqlik, akne, soch to'kilishi, erkaklarda gormonal muvozanatning buzilishi, bolalarda esa o'sishning pasayishi kuzatiladi. Qanday qon tahlillari topshiriladi? Qonda vitamin va minerallarni aniqlash oddiy laborator tekshiruvda aniqlanadi. Kimga tavsiya qilinadi? Qonda vitamin va minerallarni aniqlash quyidagi guruhlar uchun tavsiya qilinadi. Tez-tez charchaydiganlar, immuniteti pastlar, homilador va emizikli ayollar, keksa yoshdagilar, parhez qiluvchilar va vegetarianlar, surunkali stressda yashaydiganlar, soch to'kilishi, teri muammosi borlar va uyqusizlikdan aziyat chekadiganlarga qon topshirish tavsiya etiladi. Tahlil natijasiga ko'ra nima qilish kerak? Agar sizda yetishmovchilik aniqlansa, shifokor maxsus parhez tavsiya qiladi, qo'shimcha vitamin va mineral komplekslar yozadi. Ba'zi hollarda esa inyeksiya yoki kuchli dorilar tavsiya qilinadi. Muhimi o'zboshimchalik bilan dori qabul qilmang. Har doim tahlil asosida shifokor tavsiyasiga ko'ra davolanish zarur. Qondagi vitamin va minerallar darajasi bu sizning ichki sog'lig'ingizning oynasidir. Uni nazorat qilib borish orqali ko'plab muammolarni oldini olish mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, sog'lig'ingizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha